O'zbekistonlik fuqaro bu faqat pasport egasi emas, balki yurt sha'nini, madaniyatini va qonunlarini hurmat qiluvchi insondir. Inson o'z xatti-harakati bilan faqat o'zini emas, butun millatini namoyon qiladi. Xorijga chiqayotgan o'zbekistonlik fuqarolar uchun 10 ta eng muhim tavsiya. Birinchi tavsiya: aeroportda tartibni saqlang va sabrli bo'ling. Ro'yxatdan o'tish, tekshiruv va pasport nazoratida navbatga rioya qilish fuqarolik madaniyatining birinchi belgisidir. Ikkinchi tavsiya: xodimlar bilan muloyim va hurmat bilan muloqot qiling. Aeroport, bojxona va chegara xodimlari bilan asossiz bahslashmang. Uchinchi tavsiya: jamoat joyida ovozingizni nazorat qiling. Baland ovozda gapirish va shovqin atrofdagilarga xalal berishi mumkin. To'rtinchi tavsiya: navbat madaniyatiga doim amal qiling. Qayerda bo'lmasin, kassada, nazoratda, liftda navbatni buzmaslik jamiyatga hurmatdir. Beshinchi tavsiya: kattaga hurmat, ehtiyoji borlarga yordam ko'rsating. Keksalar, nogironlar va bolali ayollarga yo'l berish milliy odobning ajralmas qismi. Oltinchi tavsiya: tozalik va jamoat mulkini asrang. Chiqindilarni belgilangan joyga tashlang va jihozlarga ehtiyotkor bo'ling. Yettinchi tavsiya: muloqotda qo'pollikdan saqlaning. Haqorat, masxara va keskin harakatlar insonni emas, uning tarbiyasini ko'rsatadi. Sakkizinchi tavsiya: xorijda mahalliy qonun va urf-odatlarga hurmat bilan yondashing. Boshqa davlat qoidalarini mensimaslik o'zingizga ham, yurtingizga ham salbiy ta'sir qiladi. To'qqizinchi tavsiya: ovqatlanganda dasturxon boshida odob saqlang. Me'yorni va tartibni unutmang. 10-tavsiya: qayerda bo'lsangiz ham O'zbekiston sha'nini unutmang. Tartibli, kamtar va madaniyatli xulq O'zbekistonning eng yaxshi targ'ibotidir.